Tasavvur qiling. Siz Samarqand shahridan to'g'ridan-to'g'ri Turkiyaga yo'l olasiz. Hech qanday boshqa shaharlar emas, uchish ham, qaytish ham Samarqanddan. Istanbul sizni qarshi oladi. Bosfor bo'ylab kema sayrida Yevropa va Osiyo oralig'idagi betakror manzaralar, Qiz minorasi, Rumeli Hisori qal'asi, Dalmabahçe saroylarini tomosha qilasiz. Keyin Usmoniylar beshigi Bursa, tarix, ziyorat va haqiqiy sharqona muhit. Bu yerda siz Ulug' jome masjidi, Qozaxon tarixiy karvonsaroyi, Usmon G'ozi va O'rxon G'ozi maqbaralari, Unkar pavilyoni, Yashil maqbara, Yashil masjid, Yildirim Bayazid maqbarasi va masjidi, Abdulatif Qudsiy maqbarasi kabi ulug' maskanlar tarixi bilan tanishasiz. Afyon-Karaxsarda to'liq dam olish, shifobaxsh termal suvlar va mutlaq relaks. Konya tasavvuf va mashoyixlar shahri, ma'naviyat va ichki xotirjamlik. Eski shahar zamonaviy Turkiya nafasi va eng muhimi 7 kunlik sayohat oxirida yana Samarqandga qaytasiz. Aviachipta, mehmonxona, transport, gid barchasi kiritilgan. Sizga faqat bitta savol. Samarqanddan boshlanadigan bu ziyoratga tayyormisiz?